Noyabr oyi ikki buyuk sayyora Yupiter va Saturn ta'siri ostida. Bu o'z yo'lingizni qayta ko'rib chiqish va ichki tayanchni mustahkamlash vaqtidir. Bu oyda astrologiyadagi sayyora gigantlari Yupiter va Saturn ahamiyatli bir davrni shakllantiradilar. Yupiter 11-noyabrdan retrograd holatiga o'tadi. Saturn esa 28-noyabrda bu holatdan chiqadi. Bu sizning bir vaqtning o'zida start va pauza tugmalarini bosishga urinishingizni anglatadi. Bu davrda qilish kerak to'xtab, nima siz uchun o'sish ekanini tushunib yetishingiz, maqsadlarni qayta ko'rib chiqish va ma'nosini yo'qotganlarini topish, avtomat rejimida bajarilayotgan ishlarni aniqlash va aniqlaganlaringizga nisbatan yangi yondashuv ishlashingiz va qo'llashni boshlashingiz, faoliyatingiz va hayotingizni barcha sohalarda tartibga keltirish talab qilinadi. Ichingizdagi kuchlaringizni uyg'unlashtirish uchun ajoyib vaqt. Yupiter hamda Saturn yordamida harakatlaringiz zoya ketmasligi aniqdir. Agarda to'g'ri talabga ko'ra harakatlansangiz. Barchaga omad azizlar.